Bugungi kunda havoning ifloslanishi dunyoning eng dolzarb ekologik muammolaridan biri sanaladi. So'nggi paytlarda yurtimizda, xususan poytaxtda havo sifatining pasaygani bois vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha qat'iy choralar ko'rilmoqda. Jumladan, isitish tizimlari, sanoat korxonalari va qurilish tashkilotlari faoliyati ustidan nazorat kuchaytirildi. Shuningdek, Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan prezident farmoniga muvofiq poytaxtda ekologik muammolarni hal etish bo'yicha maxsus komissiya tuzildi. Unga changlanish kuchaygan paytda sanoat korxonalari, transport, issiqlik ta'minoti va boshqa sohalarda cheklovlarni joriy qilish, shuningdek, transport vositalari harakatini cheklash vakolatlari berildi. Mazkur kompleks choralar tufayli yaqin kunlarda havo sifati bosqichma-bosqich yaxshilanishi kutilmoqda. Ayni vaqtda ushbu yo'nalishda qilinayotgan ishlar bo'yicha muxbirlarimiz xabar beradi. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan shahar bo'ylab faoliyat yuritayotgan qurilish maydonlarida changlanish darajasini pasaytirish, ekologik me'yorlarga rioya etilishini ta'minlash hamda qurilish jarayonining atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida bir qator amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Bu haqida poytaxtimizning Mirobod tumanidagi qurilish obyektlariga uyushtirilgan press-turda batafsil ma'lumotlar berildi. Biz qurilish inspeksiyasidan ro'yxatdan o'tgan jarayonli qurilish obyektlarini muntazam nazoratga olingan. Nazorat qilish davrida obyektlarda bugungi kunda dolzarb mavzusi chang ko'tarilishiga qarshi choralar ko'rilyapti. Obyektlarga buyurtmachi, pudratchi tomonidan obyektdan chang ko'tarishga qarshi yuvish vositalari, mo'ykalar qilish, keyin suv separ pushka deymiz, pushkalar qo'yib hududdan changishni oldini olinib kelmoqda. Ekologik talablarga rioya etilishini yanada kuchaytirish maqsadida qurilish obyektlariga tegishli yuk avtotransport vositalarining Toshkent shahar hududida ertalab soat 8:00 dan kechki 20:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida harakatlanishi vaqtinchalik cheklangan. Bu cheklov aholining gavjum hududlarda ortiqcha changlanish va shovqin darajasini kamaytirish, shuningdek, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Ishlayotgan pushkalarimiz 30 metrdan 60 metrgacha suv sochadi. Bizning pushkalarimiz qurilish boshlangandan, demak, katlavandan beri qo'yilgan. Hozirgi vaqtda 3 tarafdan otilgan. Boshlanishida katlavan qazilayotganda 4 tarafdan otilyapti. Bular nima uchun qo'yilgan? Asha bizni shaharimiz pokiza bo'lishi uchun, changlar ko'tarilmasligi uchun, havoda namligini ushlab turish uchun qo'yilgan. Yurtimizda amalga oshirilayotgan tartib va tozalikka oid tashabbuslarning izchil davom etayotgani poytaxt ekologik barqarorligining mustahkamlanishiga zamin yaratmoqda. So'nggi kunlarda ko'zga tashlangan o'zgarishlar, ayniqsa hududlarni toza saqlash borasidagi jamoaviy mas'uliyatning oshganini yaqqol namoyon qilmoqda. Robiyaxon Isrorova, Shohruh Toshnazarov, yoshlar.